Selam dostlar. Sizler Husnara Asilzoda kanalidasizlar. Bu videoni ko'rishdan oldin obuna bo'ling va like bosing. Hozir men sizlarga kiyimlarimni obzor qilib beraman. Ketdik. Navbatda uzuk qaranglar. Mana bunaqa uzugimiz bor. Bu sal qorayib ketgan, chunki men yuvganman. Tak, hozir ana kiyimni ko'rsataman. Mana kiyimimiz, mana qaranglar, chiroyli shunday asalcha, mana qaranglar, milliy bo'lgan shunday materiallar juda ham yumshoq, ushlab ko'rsanglar. Qaranglar, mana yerda bantikchalar bor. Keyin o'zini qora shimi bor, uzunroq. Hech mehmas bo'ladigan. Navbatdagisi. Bu kiyimimiz, qaranglar, sal qolib ketganroq. O'zini ham yana qora shimi bor, mana. Boyagina qarang. Tushib ketaveribdi ekan bu. Hozir tushib ketadigan shimda. Mana keyingi kiyimimiz mana bunaqa. Futbolkasi qaranglar, mana yerda guli bor, keyin ichida shortigi bor. Xohlasanglar kolgotki bilan, xohlasanglar o'zini kiysanglar bo'ladi. Bir tuflicha bilan o'zini tugmasi bor. Shunday asalcha bo'lgan. Hozir men sizlarga keyingi navbatdagi kiyimimizni ko'rsataman. Qo'shib buni shortigi bor. Ichida mana shunaqa malla kolgotki bilan aytdim-ku. Va keyin bunaqa ustimiz bor. Yomg'irda ham kiysa bo'ladi, ham o'zini ham kiysa bo'ladi. Mana qaranglar, mana shunaqa sapsariq rangda. O'zini kapishoni bor mana. Bunday qilib kiysa bo'ladi. Hozir kiyib ko'rsataman. Mana qizlar zo'r turgan, qaranglar. Bunday qilib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar bunday qilib ketsanglar bo'ladi. Hozir kapishonni kiyib ko'rsataman. Tak, mana shunday qilib ketsa bo'ladi. Mana. Va keyingi navbatdagi kiyimimiz ko'rsataman. Va mana kiyimimiz mana shunaqa. Bir sportivka, mana shunaqa seri. İçi mehli. Yuganinglarda bir oq narsalar chiqib kelaveradi-da. Xullas mana shunaqa, juda ham qalin bo'lib ketgan. Shuning uchun qishda kiysa bo'ladi. Milashka bo'ladi. Mana yerda qistasi bor. Bunday qilib tiqvasanglar bo'ladi. Qo'lingizga soqatganda. Keyin o'zini mana bunaqa kapishoni bor. Mana. Ko'rdinglar? Shunday chiroyli bo'lib tikilgan. Ana yana bitta sportivkamizni ko'rsating. Tak, mana yana bitta sportivkamiz bunaqa. Mana xuddi mana shunaqa malla, o'zini mana shunaqa oq futbolkasi bor, keyin o'zini menga mana shunaqa, lekin juda ham yoqadi. Shunday kiyim kiyib ketadi, lekin oyim ruxsat bermaydi. Lekin rosa meva bo'lgan. Mana shu ishtonchasi Futbolkasini o'zimiz futbolkasini olganmizda alohida qilib. Ha, Buni futbolkasi bo'lmaydi. albatta. Keyin mana ishtoni juda ham uzun. Qaranglar. Kiyimga Ket. Mana do'stlar, mana shunaqa yashil kiyimimiz bor. O'zimizni qaranglar, bunaqa orqasida tugmalari bor, sal uzilib ketishi mumkin. Faqat ehtiyot bo'lib kiysanglar bo'ladi. Xohlasanglar orqasini ochib qo'ysanglar bo'ladi. Chunki orqasida tugmasi bor. ichida bunaqa rosa chiroyli shimchalari bor. Hozir u sal qarinroqda, u shima. Qishda kiysa bo'ladi mana. Xuddi mana shunaqa. Oddiyroq. Keyingi kiyimga Kerak. Mana do'stlar, bu yubkamiz juda ham chiroyli, juda ham naqki asalcha. Hozir buni kiyim kiyib ketadi. Hozircha yoz kiyib qoladi. kunlar issa kiysa bo'ladi-da. Ha. Hozir to'xta. Mana shunaqa chiroyli, orqasida qistasi bor, keyin
oldinida yo'q ekan. Mana bunaqa tumanchalar Ichi bor. bo'ladi bu yozgi, bahorgi, fasllarda kiysak bo'ladi. Kiyimimizga kek. Mana bu kiyimim shohrang. Opam yoqtiradi. Shuni shu kimdir olib bergandi. Onam, ya'ni ichida shimi bor. Bu ham Rosa mil. mana mana Zo'rda. bu ham uzunroq shimi, ya'ni ko'k. Endi nima ketakamizda uyda kiyganimda shuni kimga kek. Mana bu kiyimimiz, mana futbolkasini qaranglar. Quyoncha juda ham chiroyli. Mana bunaqa toshchalari bor qizlar. Shuningina xohlaganinglarcha kiysalar bo'ladi. Ichida mana bunaqa odamlarli shimi bor. Mana akamni tug'ilgan kunida kiyganman shuni. Juda ham asalcha. Kiyimga kek. Mana qizlar bunaqa oq futbolkamiz bor. Mana o'rtasida gullar bor. Xohlasanglar buni jismonida kiysalar bo'ladi. Ko'chaga kiysalar bo'ladi. Parkka kiysalar bo'ladi. Xullas, xohlagan joyga kiysa bo'ladi do'stlar. Mana bunaqalar bor. Yengi uzun faqat ham keyingi kiyimimizga kek. Mana qizlar bunaqa kiyimimiz bor, qaranglar. Sariq, oq, mana bunaqa quyonchasi bor. Keyin o'zini mana bunaqa shimi bor. Shimini ipi bor. Mana shunaqa o'ynab yursa bo'ladi. Mana zo'r. Mana shunaqa Yozgiga kiysa yoki bahorgiga. bunaqa keyingi kiyimga kek. Mana qizlar, bunaqa kiyimimiz bor, qaranglar. Bu oddiy futbolka. Mana qizlar mana shunaqani hamma yoqtiradi. Juda ham chiroyli. Mana shuni kiyib ketadi. Do'stlar, lekin mehmon bunchalik yaxshi shuni asalcha va keyingi kiyimimizga kek. Mana do'stlar, bunaqa ko'ylagimiz bor. Qaranglar, mana shunaqa olovrang. Mana shunaqa orqasida tugmasi bor. Asli bu orqasi. Mana hozir oldinini ko'rsataman. Mana juda ham chiroyli. Kiyimga kek. Mana do'stlar, bunaqa ko'ylagimiz bor. Qaranglar, shunday chiroyli, kichkina bo'lib qo'ygan lekin sal chiroyliroq. Do'stlar, mazza qilib qalbikida kiysalar bo'ladi. Hozir sizlarga aylantirib ko'rsataman. Ko'rdinglar, zo'r uchadi va kek. Mana do'stlar, bunaqa kiyimimiz bor. Mana chiroyli, mana o'zini yubkasi bor. Mana ana kiyimni ko'rsataman. Mana hozir ishdan tushib ketdi. Mana Barbili. Hozir futbolkasini ko'rsataman. Mana futbolkasi. Hammasi Keyingi kiyimga kek. Mana do'stlar, bunaqa kiyimimiz bor, qaranglar. Mana vodolaskasi, keyin mana bunaqa ko'ylakchasi, bunaqa kiyim. Keyingisi mana bunaqa nimcha, mana bunisi mana mushukchali, orqasida mushuk, oldida mushuk. Keyin bunaqa nimchamiz bor va keyingisiga keyin mana bunaqa zakaz qo'yamiz, qaranglar, shunday chiroyli. Zo'r, mana orqasida yurakcha bor. Va keyingi kiyim. Mana keyingi kiyim, buni yomg'irda kiysa bo'ladi. O'zini yana kapishoni bor. Keyin mana bunaqa sher ustimiz bor. Mana bemalol kiysalar bo'ladi yozda. Keyin mana bunaqa ko'k kiyimimiz bor. Va shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr.